Bizda diyetologlar bor. Misol uchun biz diyetologlarning ishini o'ldiryapmiz-ku. Tasavvur qiling. Qilayotgan kosmetologlar diyetologlarning ishini o'ldiryapti. Nimaga? Hamma diyeta bilan ozish kerak o'zi aslida. Lekin Mounjaro'da tabiiy holat bilan ishtaha bo'g'iladi. Boshingiz og'rimaydi, qo'lingiz aynimaydi, yaxshi yurasiz. U sehrli tayoqcha paydo bo'lib qoldi hozir. Shunda tiqqa teg'izasiz bo'ldi. Ishtaha bo'g'iladi, sportsiz, diyetasiz. Hozir mani misol uchun ko'pchilik qodalashi ham mumkin, lekin inson hozir shu yo'lga chiqdi-da. Yillar davomida ozolmaganlar bor. Shundan ketidan 20-30 kilolar bosishadi. Bu ichki ketqizishi, bu tabiiy holat. Ichki ketqizish deganda ham qanaqa bo'ladi? Ichingizdagi nima deydi, shlaklarni ortiqcha yillar davomida yig'ilib ketganlarni tozalab beradi, bo'ldi. U ichki ketishi bir kun bo'ladi, bo'lsa 2 kun bo'ladi. Sizga bir haftalab ichki ketmaydi. Ichki ketgan bo'lgan taqdirda ham uni dori ichib to'g'rilab olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana misol uchun loperamid, levometidin, mana shunaqa dorilar bor. Uni shunday ichasiz, bo'ldi, ichingiz to'xtaydi shunda. Butun dunyodagi blogerlar olyapti. Men shaxsan agar zarar bo'lganda qizimga qilmasdim. Meni o'zimning qizim bor. Adib 19 yoshida oldi, hozir 20 yosh. Shuni ketidan 20 kilodan oshiqroq bes tashlaganda, zarar bo'lsa o'zim bolamga qilmayman-ku, to'g'rimi? Eng zo'r foydasi nima? Eng zo'r foydasi yoshartiradi. Chunki ozasiz-ku, yosharasiz-ku.